Ketaman, yaşamayman. Onamnikiga ketaman, tuyib ketdim yo'q hayotdan, ketaman. Oha, kelin nima bo'ldi, tinchlikmi? Ketaman, yaşamayman o'g'lingiz bilan. Onamnikiga ketaman. Ha, nima bo'ldi? Siz bilmaysiz-da, o'g'lingizni bilmaysiz. Oha, nimasini bilmayman, gapiring qani. Kechqurun ishdan kelib, endi uxlab dam olaman deguncha barmog'iga tuflab, qo'li u yog'imga chiqadi, qo'li bu yog'imga chiqadi, qo'li u yog'imga chiqadi, qo'li bu yog'imga chiqadi. Yana yetmaganiga hamma yog'imni chimchilab, ko'kartirib tashlaydi. Bunaqada yashab bo'ladimi? Ketaman onamnikiga. To'choqdan qani o'zi murdor bilan o'zi bilan gaplashay qani. Fayze! Ha dada. Berachi. Obbo. Ha dada. Oftini qara buni. Nima qilib yuribsan? Nima qilaman? Nima kelin azob beryapsan? Manmi? Ha? Kechqurun uxlashdan oldin tuflab olib, barmog'ingni beriga tiqaykaning, olib bu yog'iga tiqaykaning, yetmaganda yana shimillaykaning, hamma yo'g'ini ko'kartirib, odamsan sen o'zi. Aytdingmi? Dada. Bilasiz, shashlikchiman. Kechqurun uyga kelib uxlagan paytim shashlik tayyorlab, siqti go'shtga tiqaman. Tushimga shu kirsa kerak. Nima? Shashlikni tayyorlab, uni siqqa tiqishni bilgan odam tayini qizdirib pishirishni ham bilishi kerak. Dadajon, ketdimman onamnikiga. Tepang dada. Siqingni ko'tingga tiqaman, shashlik pishirmaysan, o'l.